Assalomu sizlar bilan men Zeki Minecraft. Bugun biz bilmayman o'qimizdan turdik. Bizning video yapamiz. Bu abimiz ham akvaratimiz tozalaymiz. O'sganmi yo'qmi men qayerdan bilaman. Bir borib ko'raylik. Aşağıdan kirmoqchiman. Aşağıdan ochamiz. Obunachilar shunday kiraylik-da. Yerga yetib beramiz keyin tozalagandan keyin. Obunachilar. Hop. 12 ta chiqdi. Endi bulardan qancha chiqadi deb o'ylaysizlar obunachilar? 300 bitta bo'ldimi? Yo'qlashmasi yo'q. Obunachilar 300 bitta bo'lsa beg'ina olib olaylik. Keyin pauza qilamiz videoni. Qo'lami 2 qo'yaylik. Qancha qo'ylik 2 qo'ysak 17 ta. Bu juda kam-ku. Endi bularni olamiz. O'zi tez o'sarkan meni akvaratim. Sinab ko'rildi. Bunachilarda 20 ta mana uni ekib qo'yamiz. Meni hayvonim yo'q, lekin boqsam ekan deyapman. Nima desangiz tovuq. Chunki tovuq eng yaxshi tuxum qo'yadi. Keyin sigir ham boqsam bo'ladi. Merga yetib beraylik, to'xtaylar-da. Mer qani? Ha, mana mer. Maqsadimizni bilasizlarmi? Maqsadimiz nima desam ekan? Fevralni emas, mayli, yanvarda oxirigacha 500 ta, 500. Obuna bo'linglar shuning uchun. Montajli qilaman videoni bu safar obunachilar. Ko'pincha video montajsiz. Yoqda nima bor obunachilar? Channel keraklikchi. Obunachilar uchun video obunachilar o'rmondan bitta daraxt chopib kelaylik-da. Bitta bo'lsa ham. Ya o'rmonga borgim kelyapti meni. Obunachilar qishloq tozalamaydi-mi? Eu vou chorar uma luva com plantação bela, vou viver a minha vida assim, e na fonte dos tu casa, cidade eu não dá. Va qo'yasan. Vanna qo'yamiz. Ana, tovoqlarim meni boqdim. Maqsadimdagi sirli narsani bugun topmaysan. Ha, topgim kelyapti. Akvating tozalading-a? Ha. Shans yo'q ekan lekin. Sirli xona men bironta narsa. Nima qilyapsan? Qabr. Ismini ham yozib qo'ymoqchiman. Qishlog'imizda 3 ta qaram bor edi, bittasini bu yoqqa turibdi. Men qalqon bilan shitimni to'sib Kengiz turibman. qani? Golemda. Meni qo'limda shit bor. Qishloqning uyini kim bo'rtatib bordi? Meni qo'limda shit bor. Ha, hadi men. Yo, bironta o'g'ri. Golem. Golem senga temir kerak. Menga temir kerak emas, temir edi. Bunda temissera, bate bunda temissera, bate bunda temissera, bate 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 pera, pera bate temissera, pera bate temissera, pera
Silixonani. Ana endi biz shuncha vaqt ko'rmadikmi shuni? Yo'q. Daraxt cho'g'imizdan bitta tosh olsak bo'ldi. Rechak bo'larki uni bosamiz. Bo'ldi videoni tanishtirdim. Silixonaga kir. Ichida nima bor deb o'ylaysan? Oltinlar deb bo'lsa, Oltinlar bo'lsa, vau. Bitta kirkan olib chiqaydaman. Yo, o'zim yasab olay xullas. Obunachilar, videoni pauza qilib. Biz dastaga soldik. Bu narsalar nima kerak? O'z tashlab olaman. Axlat qildim bo'lgan. Vau, uyimga yetib qoldim men qayerda? magnit yetib qilsa bo'lmaydimi? Obunachilar, uyim qayerda edi? Mana merda oldiga borsak bo'laveramiz. Mayli bitta chegam yetib oladi. Ana, bo'ldi merda. Merdiga yozib qo'yiladi keyin o'sha yerga borsak, Silixonani ham ismini chiqib ketdi edi. Silixona topdik. Ha. Mana endi tushamiz. Qonmi bu nima? Nima? Qon. Qanaqa qon? Qishloq, sen bu yerda nima qilyapsan? Qutqar. Men qamalib qoldim. Sen qamalib qolding? Yordam so'rabsan. Hozir ochaymi? Voy, bu qon sindiraylik. Voy, qo'shdim. Qishloq, kel, mana ochdim. Bu nima? Bu ham qonmi? Qonmi? Qo'llar to'lyapti. Joyga chopib ketgan o'xshaydi kimdir. Seni kim chopdi? Qamoqdan nima o'tiribsan? O'tirganlar. Qamoqdan qochamasang seni yana yanchib tashlashadi. Ana eshik sindiralik deb chiqar ekan. Chiqa endi. Taxtalikka kelgan tushib ekan temir eshik. Mana qo'ysa bo'ladimi buni? Obunachilar chiqavermayapti. Tepamizga rechakni yasa olmayman. Tiqillab qo'ng'iz. Obunachilar. Nima qilib qo'ydim endi buni? Bu mana magnet. Obunachilar. Magnetit nima? Nima bunaqa? Ko'rsatib turadi. Qayerga bo'lsang ham mana shu yerni ko'rsatadi. Mana sindiralik deb temir eshik. Orqaga deb aytyapti menga. Chunki men undan uzoqlashyapman. Sindiralik. Buni qo'yib chiqib ketamiz. Rechagimizda olamiz. Bu Silixonada qishloq bor ekan, men uni qutqardim. Chiqmadi lekin. Qanaqa qishloq uxlaylik deb bunachilar. Mazza uxlayman. Yana turdim. Endi bu narsalarni tashlayveraman. Hammasini, lekin mana bu joyda bu nima kerak? Temir eshik kerak bizga. Obunachilar. Eshigimizni almashtiramiz. Yana rechak qo'yamiz. Nima qilyapsan? Bunday qo'yamiz. Ikkita rechagim bor, bitta rechak qo'yaman qayergadir. O'sha olamanda ichkarisiga bitta, tashqarisiga. Zombilar seni qiladi qanday bo'lsa oldingda. Zombilar rechakni ochishni qaydan o'rgansin? Sen ichkariga kirishdan rechakni ochasan va rechakni qanday yopasan tashqaridan turib? Ichkarikini yopsam tashqariga ham yopiladi. Ikkita rechak qo'ymoqchimisan? Ikkita rechak bo'lsam bekor bo'lib kelyapmanmi? Fan qilib ko'rgan o'xshaydimi? O'xshasa obunachilar like bosasizlar. O'xshamasa bilmayman. Bunday ochildi. Endi ichkasiga qo'ysak, Yopilmay, birinchi uni yo'q qilishing kerak sen. obunachilar baribir like bosishing kerak. Birinchi buni bosib, mamday qilsang bo'ladi. Ichkariga eshikni ochasan va mamday qilasan. Bosib ichkariga kirasan. Keyin qamalib qolmaysan, men buni bossam, chiqayotgan payt bossam, men buni o'chirib qo'yish kerak. Mamday chiqib ketadi. Mana. Bunaqa zo'r ekan-ku, obunachilar undan chiqamiz. Taqdirlik O'xshamayapti. Bu chiqishning iloji yo'qmi deymanda? O'xshamayapti-ku. Yugurish kerakmi deyman. Buni sindirayda xullas bilmayman. Oddiy eshik qo'ysa ham bo'laveradi. Oldin o'sib keladi, yo'qda. Obunachilar, men yangilab oldim daraxtimni. Xumidan qilib. Ana endi merdikini ham, qo'shnimnikini ham yangiladim. Ana endi video qayerda sizlar bilan Zekka video